Turkiyaga ishlashga kelgan buxorolik muhojir yurak xurujidan hushini yo'qotdi. 1 oy komada yotdi. O'ziga kelganidan keyin ham 2 oy shifoxonada davolandi. Unga vujudining o'ng tomoni falajligi tashxisi qo'yildi. Nima bo'ldi? Davlelam ko'tarib. Ishlaysizmi? Qayerda ishlayapsiz? Nakleyish. Uyda paytim. Ha, uydamidingiz? Xonaga kelam. Tushundim. Oshib. Yiqilar ekan. Bu yog'ini bilmayman. O'zingiz bilmay qoldingiz. Xastalik insonni chorasiz qilib qo'yadi. Ham salomatlik, ham moliyaviy taqchillik qiynaydi. Ayniqsa bu begona yurtda bo'lsa, tushkunlikka tushib qolish hech gap emas. Shunday og'ir vaziyatda yordamga keluvchi insonlarning borligi ruhingizni ko'taradi. Yana oyoqqa turishga umid beradi. 3 oy bo'lib o'tdi. 1 oy baravar komada yotdi. Ya'ni ishdan chiqqanda uyda davlenasi ko'tarilgan, davlena, ya'ni chap tarafdan davlena urdi. 1 oy komada Bakirko'y davlat hastaxonasida yotdi. 1 oydan keyin Arnavutko'y davlat hastaxonasiga keldi. Ya'ni 2 oydir bu yerda. Odatda xabarlarda qiyin ahvolda qolgan o'zbekistonlik vatanga qaytarilgani haqida ko'p o'qiymiz. Ammo uning qaytarilishida xizmat qilganlar ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Bugun 3 oy Istanbul kasalxonasida falajlanib yotgan vatandoshimizning yonida bo'lgan, o'z ishidan ortib bemorga qaragan, parvarishlagan oddiygina migrant yigit haqida gapirmoqchimiz. Men trend yo'l, internetda sotish. Bularni kimi bo'lasiz? Bir qishloqdamiz. Davleni urgandan keyin 3 oy bo'ldi. 3 oydan beri shu yerdamiz, yonidamiz. Ya'ni yordam berish maqsadida. Qayerda ishlardingiz? Gungo'ran degan joyi bor, Gungo'randa. Ev tashima, ya'ni uy ko'chirish ishida ishlardi. Ya'ni Istanbuldagi Beshikdoshdagi bosh konsuldan yordam so'raldi. Ya'ni yordam berdilar, katta rahmat hammasiga. Oddiy migrantning insoniyligi va fidoyiligi rasmiylarning ham e'tiborini tortdi. Masalan, o'zbek xalqini xorijda qadrdon mahalladoshini yolg'iz tashlab qo'ymasligini ham anaqa targ'ibida bu, ya'ni. Mana siz masalan qarindosh emas ekansiz, faqat mahalladosh ekansiz. Malades, shuncha qayg'urib, yordam berib, bu katta narsa-da. Bu bizning xalqimizni mana shu qadriyatini, bu bizning xalqimizni asosini bildiradi bu. O'ziga xosligini bildiradi. Jipsligini, birligini bildiradi. O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi va migratsiya agentligining Istanbuldagi vakolatxonasi faoliyatining katta qismi Turkiyada og'ir vaziyatga tushib qolgan o'zbekistonliklarga yordam ko'rsatishni tashkil etadi. Murojaat kelib tushgan vaqtdan boshlab holatni o'rganish, zarur yordamlarni ko'rsatish, tezkor harakat va aniq chora-tadbirlarni talab qiladi. Buxorolik muhojirning holati odatdagidan murakkabroq edi. Rasmiylar qisqa vaqt ichida vaziyat bilan bog'liq barcha muammolarni hal etishga kirishdi. Kasalxona xarajatlari, hujjatlar masalasi va bu vaziyatda eng muhimi bemorni shifokor nazorati ostida O'zbekistonga qaytarishni tashkillashtirishdi. Shifokorlar bilan siz muloqotda bo'lasiz-ku. Yo'lga chiqishimizdan oldin trubkasini bir tozalab berasiz. Tamam, men tozaladim. Yozib taqdim, yana bir marta tozaladim. Mana asos bor. Asos bor, lekin slabiy. Mexaniskiy da tozalagan ma'qul-da. Tamam. Turkiyada og'ir vaziyatga tushib qolgan vatandoshimiz O'zbekistonga qaytarildi. Biz esa bu jarayonlarning yakshanba kuni bo'lishiga qaramay, bemorni vatanga qaytarishda yelib yugurgan insonlarning stresli kunining guvohi bo'ldik. Muhojirlikka kelishni inson tanlaydi. Qachon va qanday ketishni esa taqdir. Taqdir taqozosi bilan muhojirlikda og'ir vaziyatlarda qolgan vatandoshlarimizga yordam ko'rsatish insoniylikning buyuk bir namunasidir.